Salom do'stlar, sizlar bilan Shohacraft. Bugungi videomizda g'alati Minecraft ikkinchi qism albatta. Lekin o'tgan videoga 200 ta like yig'ilmadi. Xafa bo'ldim. Lekin bu videoga 200 ta like yig'ib berasizlar va obunachilar ham 200 ta bo'lishga ham sal qoldi. Uni ham 200 ta qo'ramiz. Bo'lmasam boshladik. Endi bizga lava ko'li kerak. Doim o'zi bizning maqsadimiz. Nimaligini bilasizlar. Bizning maqsadimiz lezerga borish, chunki maqsadimiz ana bo'lardi. Ender Dragonni o'ldirisham bo'lardi, lekin afsuski bu nimada Ender Dragon mavjud emas. Afsus, bunisi yomon bo'ldi. Endi lava ko'li izlab ketamiz. Yo'q, yarama zombi bo'ladi. Yaxshi, endi lava ko'li izlab ketamiz. Xo'sh, lava ko'li bizga keraksan. Nima? Ishongilarim kelmayapti. Shunchalik tez topdikmi lava ko'lini do'stlar? Birinchi qismga yo'lab olaylikmikan, ha? Yo'q, mayli, ulavermaymiz. Qandaydir g'alati, lekin endi biz portal qursak ham bo'ladi. Bizda paqir yo'q-ku, bazaga qaytishga to'g'ri keladi. Bazaga qaytamiz. Va nihoyat kelib oldik. Endi bazaga kirish qoldi. Yaramas, bu Minecraftda qayiqlar xavfsiz ekansiz. Mayli. Do'stlar, agar hardcore ikkinchi qismiga 500 ta like yig'ib bersalaring, xudo xohlasa hardcorening ikkinchi qismi ham chiqadi. Uchinchi deganim. Ikkinchi qism chiqdi. Agar ko'rmagan bo'lsalaring, kanalga o'tib videoni ko'ringlar va like bosishni unutmanglar, chunki uchinchi qismi chiqishini xohlasanglar. Xo'sh, bizning yerda paqir ham bor. Olamiz, yana bizga bitta mayli, temir kiritgani ham olamiz. Bizga kerak bo'ladi. Xo'sh, yana nima olmoqchi edim? Mayli, boshqa narsa olmayman. Endi ok golem qo'yib yuboramiz. Bunga birga chiqaman, yo'q ekan. Yo'q, yaramas. Azlashdan birga chiqolmayman. Yoki hozir seni yuborishim mumkin. Bunga yaqinlashishni yaramas. Sizlarning birga chiqib galemga yubordim. Men o'zi shunaqaman, birga chiqib galemga yuboraman. Men birga uchun tug'ilganman, birga. Meni videomiz tugayapti, temir tashlab yuboramiz, bizga kerak emas. Lekin bu video uzoqqa cho'ziladi deb o'ylagandim. Afsus, uzoqqa cho'zilmay ekan. Shuning uchun iloji boricha videoni pauza qilmaslikka harakat qilaman. Nimaga gapirmayapman? So'zlarim qolmadi. Mayli, tushamiz. Bu buncha g'alati bu. Qayoqdan tushsam qiyin. Nima narsa qiyin bu Minecraftda. O'tda ham g'alati. Golemlarda ursa nimadir joyda qo'yib qoladi. Mayli, ketdik. Lava ko'li qaysi tomonda edi? Bu videomiz 5 minutga boradi yoki bormaydimi? Bilmadim. Bu videomiz 5 minutlik video bo'ladi. Albatta 5 minut qilishga harakat qilaman. 5:00 qilishga. Va endi bizga blok kerak. Shunchasi yetadi. Endi sal uzoqroqqa borib olamiz. Suv olmadiku. Mayli, aytsa suv bor. Sakraymiz. Yaramas.
Inventorga kirib ketdi. Yaramaz, nima tushib ketdimmi? Nobalo bo'lyapti. Mayli ovqatda yeyman. Quyamiz. Sakray. Yaramas, nimaga turibdi? Men omadim kelmayapti. Bu yerdan chiqib bo'ladi. Aytib balandini ishlatamiz. Babani olamiz, yana olamiz. Boramiz. Bitta qanday qo'yaman? Qo'shmaylar boramiz, yaramas. Mana tayyor, yaxshi. Missiyam bor. Yaxshi. Endi ikkalasini buzib qo'yish kerak. Yaramas. Yana ikkita olamiz. Bunu koyalım diye. Buraya qanday qo'yamiz? Suv yo'q-ku. Mayli. Yana bitta paxta suv kerak. Mana qancha suv olsak, bo'ldi. Nimaga qo'ydim o'zi? Yaramas. Portal qurishim muammo bo'lyapti. Mayli. Bormayman. Yaramas qilib qo'yildi. Buni qilib qo'yilganda umuman qurib bo'lmay qolardi. Temir kirga bilan portalni buzishga to'g'ri kelib qolardi. Yaxshiyam bilib oldik. Xato qilsak yana ikkita lava. Yaxshiyam ikkita paqir yasab oldim. Bugun Minecraftda umuman omadim kelmayapti. Yoki men kimdir ustimdan kulyapti. Yaramas. Boramiz, bitta qoldi. Va yaramas. Yaramas. Bugun negadir o'ta omadim kelmayapti do'stlar. Sizlarga aytdim. Mana bu ikki qosib bo'lmaydi. Kalau kelmadi. Masih orang sudah kira-kira belum. Yo, yana bitta yetim qoldi, yaramas. Mana uni qo'yib qo'ymaslik kerak edi shuning uchun. Yana borib kelishimizga to'g'ri keladi endi. Bunchalik o'zvardi-yu. Tuvan qo'yib suvda olish kerak. Yaramas suvda olish kerak. O'zi bo'lmayapti, jonga tegdi. Ishqilib tushib qoldi. Va nihoyat portal tayyor. Endi nima bilan yoqamiz? Biz tashlagan haligi temir aslida ortib qolmagan edi. U bizga yondirgolka yasash uchun kerak bo'lardi. Bekab tashlavaribmiz. Endi million kilometr yugurish kerak bir dona temir masada. Qayt qoldiramiz chunki yana suzamiz. Bekab qoldiribman. Bugun nimagadir omadsiz kun bo'lyapti.
o'ta omadsiz kun. Mahluqlar ham hamma yoqni bosib ketdi. Va nihoyat oldik temirni. Bu temir ortib qolmaganligini hamma bilgan. Endi bizga shag'al yaramas kelar, shag'al qo'riqlayapti. Bu yerda ham bor. Balki balandlikni topamiz. Yaramas kelar, jonga tegdik. Endi nega yura olmayapman? Sen ham yaramas. Qisam yakuniga yetib qoldi. Ochdi. Yaramaslar. Yaramaslar. Yugurolmay qoldim. Hozir o'lib qolaman. Yo'q. Nimaga yugurolmayapman? Yaramas, yugurolmayapman-ku. Sus, tezroq. Nima bo'ldi? Baglar sodir bo'lyapti do'stlar. Men kemam qani? Shu portal yo'q bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Tezroq. Zombi bolasi. Yaxshi. Tezroq borish kerak. Tezroq. Va nihoyat portalga kiramiz do'stlar. Yaxshi. Tezroq kelyapti. Va nihoyat biz Nezardamiz. Maqsadlarimiz ham bitirildi. Ana endi xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Yaramas cho'chqa. Vahshiy cho'chqa bu yoqqa kelma, yaramas. Endi bu yerda oxirgi qiladigan ishimiz mayli do'stlar. Hayır.